varikoz bo'lsa, boshqa birinchi o'rinda jigar bilan yuragan bo'ladi. Jigarimga pastdan qisib ichiraman-da. Kalsiy? O't ishlamagan paytda kalsiy ursasan, shunga o'xshash gipoprotektor preparatni o't bilmagan paytda ichsangiz battar jigar yog' bostirib yuboradi. Chunki chiqib ketmaydi, o'tni tez ishlatib beradi, ko'p ishlatib beradi. Ko'p ishlaganga yarasha chiqib ketmasa, jigar o'zini o'zi zaharlayveradi, o'ziga o'zi yog' bosib qoladi. Bu nima usilitilda ular zo'r turadi. O't haydovchi ular. O't ishlab beradigan emas. Ular navrot uni noto'g'ri ishlaydi-da. Shuning uchun nega hamma ichaveradi, tuzalmaydi. Rosa ursasan ichishadi. Ursasan o'tni ko'p ishlatib beradi. Jigarlardagi o'tni Bitim qotib qolaveradi-da, o'shancha ichiraman. tezlashtirib beradi. Tezlashtirib berganga yarasha yo'llar yopiq bo'lsa, bloklanib ichkarida yog' bosish boshlaydi. O't suyuqlik ishlab chiqib ketmagandan keyin yog'ga aylanib ketadi. Chunki o't suyuqligining ichida 20% zahar o'sha o't konsentrati bo'ladi, 80%